shitga mana shitga 5 yil bo'lgan, 5 yil. Ilgarimda ichkariga hamda qapishkatib qo'yilardi. 5 yildan ish ko'rsatganmiz aka? 5 yildan mana qiltatib ishlayapti bu. Mana knopkasi anasi sinib qolgan ekan, yangi qo'yyapti mana 5 yil. Shit azna-bazna qimmat bo'lishi mumkin, lekin garantiyali shitda u. Kompyuterda ish. Bunga nisbatan yana ham takomillashgan nargisi. Mana bunisi 22 kilovat mana. Hozir takomillashgan. Mana 22 kilovat. İşlep turibdi mana 45 amper. Suv bo'kirtiryapti suv. 18,5. Buni qaytadan stanobga qildik. Bo'kirtiradi bu mana. Ana suvini ko'rib qo'ying, baho berib qo'ying. Suvni qarang. Salkam 1,5 metrga o'tyapti 325 ta. Yurgizing. Qo'shin. Ketdi mana. 18,5 yana marashi qara. 2 metrda o'tyapti mana. Bunisi 300 ta. Qarang o'lchaychi. Mana 2 metr ekan o'shaga mana. Ana. Bizda bo'ladi shunaqalar, yomonlar. Bu remont qilingan 5 yildan beri turgan nasos boshqatdan 10 marta berdim. Mana suvi ham ko'paydi. Bu ham dahshat. Boshqatdan stanokga berdim. Mana 18,5 da o'zini suvi. Nasni o'chirib tashladik. Va dahshat вообще. 22 dan ham ko'p tashlayapti. Xuddi qarang.